Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 11-sinf matematika kursida Newton binomi mavzusini o'rganamiz. Newton binomi tushunchasi, bino ko'paytmasini kengaytirishni o'rganish, har bir koeffitsiyentni topish qoidalarini, amaliy masalalarni, formulalarni qo'llashni bugungi mavzuyimizda maqsad qilib olganmiz. Bu formula binom ko'paytmasi tez va aniq kengaytirishga imkon beradi. Binom koeffitsentlari avvalgi matematiklar, jumladan Blaise Pascal tomonidan ham o'rganilgan. Newton binomi algebra va kombinatorika sohalarida muhim ahamiyatga ega. Newton binomi formulasi Isaac Newton tomonidan rivojlantirilgan. Binom so'zi lotincha bir, ikkilik, nomen, ism, nom so'zlaridan kelib chiqqan. Ya'ni ikki qo'shiluvchi degan ma'noni bildiradi. Newton binomi esa Isaac Newton ismi bilan atalgan, chunki u bu formulani matematik jihatdan rivojlantirib bergan. Formula kombinatorika va algebra sohalarida keng qo'llaniladi. Newton binomi binom ikki qo'shiluvchidan iborat bo'lganda quyidagi ifodani amalga oshiradi. Newton binomi formulalarini quyidagi ko'rinishda yozishimiz va ifodalashimiz mumkin. Newton binomi ko'paytmasi bu ikki xatli ifodaning darajaga ko'tarilishidir. Newton binomi yordamida binom ko'paytmasini ketma-ket xatlarga ajratib yozish mumkin. Masalan, a plus b ning kvadrat ifodasi nechta xatdan iborat? Demak, berilgan formulani yozib, 3 ta xatdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Binom koeffitsiyentini topish formulasi bu kombinatorika elementidagi asosiy guruhlashlar sonidan kelib chiqadi. Ya'ni n ta elementdan kattasini topishimiz kerak bo'ladi. Binom darajasi har tartib raqami. Va berilgan misolni quyidagicha bajaramiz. Shaxmat musobaqasida har bir ishtirokchi boshqa ishtirokchilar bilan bir martadan o'yin o'ynaydi. Jami 18 ta ishtirokchi bo'lsa, necha marta o'yin o'ynadi? Endi 18 tadan ikkitasini olamiz va 18 ni 17 ga ko'paytirib 2 ga nisbatini topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 7 ta turli rangli bo'yoqdan 4 tasini necha xil usulda tanlashimiz mumkin? Masalalarni qarab chiqamiz. 4 tadan 7 tani tanlaymiz bo'yoqlar sonida va jami hisoblashlarni amalga oshirib 35 ta rangdagi ma'lumotlarni, bo'yoqlarni tanlashimiz mumkin. Tekislikda n ta to'g'ri chiziq shunday chizilganki, bunda hech qanday ikki to'g'ri chiziq parallel emas. Hech qanday 3 tasi esa bitta nuqtadan o'tmaydi. To'g'ri chiziqlarning kesishidan hosil bo'lgan 3 burchaklar sonini topishimiz kerak ekan. Unda ham n tadan 3 ta tanlashimiz kerak bo'lganligi uchun quyidagi ifodalarni soddalashtirib, quyidagi natijaga erishamiz. Bir to'g'ri chiziqda 10 ta nuqta, unga parallel bo'lgan boshqa to'g'ri chiziqda esa 11 ta nuqta berilgan. Uchlari bu nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak, to'rtburchaklar mavjud va berilgan son qiymatlarini topib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi masalalarni qaraymiz va bugungi Newton binomi mavzusida onlayn platformadagi viktorinani birgalikda bajaramiz. O'yinimiz boshlandi. Ya'ni kutubxonada Newton binomi qaysi ifodani yoyish uchun ishlatiladi degan savolga javob topamiz. Ya'ni a plus b ning n-chi darajasini hisoblashga doir misollarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimizda ana shunday o'yinlardan foydalanib biz darsimizni yakunlab qo'yamiz. Uyga vazifa 20-masala, 21-masala va 22-masalani bajarib kelishingiz kerak bo'ladi.